Tushimda Alloh bilan gaplashdim. Undan shunday so'radim: nega yomon narsalar yaxshi insonlarning boshiga keladi? Alloh qalbimga shunday ilhom qildi: eng kuchli daraxtlar ham kuchli shamollar bilan sinadi. Alloh hech kimga kuchi yetmaydigan yuk bermaydi. Sen zaif bo'lganingda kuchni beradigan menman. Ko'z yosh bilan pichirladim: gunohlarim ko'p bo'lsa ham meni sevasanmi? Alloh yana qalbimga huzur berdi. Men tavba qilgan bandalarimga cheksiz marhamatliman dedi.